Bizi 365 kundan 300 kun quyosh bo'ladigan davlat 320 kunda ish. 320 kun quyosh bo'ladigan davlat vitamin D ichish bilan oboramiz. Bolalarimizni quyoshdan qoch. Voy cho'milma. Voy o'zimizchi qorayib ketmaslik uchun zontiga olamiz. Sal quyosh chiqsa soya joy qidiramiz. Yevropaga boring, Moskvaga boring, Piterga boring. Mana Piterda, Sankt-Peterburgda quyosh kam. Odamlar uyini domni, tomni tekis bilan tomiga chiqib, matras tashab, quyosh chiqqan kuni tomida zagar oladi. Ruslar kamida yoki 3 marta yoki 4 marta yilda zagar oladi. Shu mavsumda 2-3 marta zagar olishga harakat qiladi. Ya'ni shu terisi tushguncha o'sha qorayib, zagar olib, bitta teri tashab, shunaqa qilguncha zagar oladi. Nima uchun? Ana shu zagar ta'sirida, shu qorayish ta'sirida organizm vitamin D ko'payadi, jigarda sintezi kuchayadi va bu tayyor vitamin D organizmga shunaqangi immun sistemaga ta'sir qiladi, immun sistemani aktivlashtirib beradi, suyaklarning mo'rtligini yo'qotib beradi, odamning qon aylanish sistemasiga, mikrosirkulyatsiyaga ta'sir qiladi. Bizi 365 kundan 300 kun quyosh bo'ladigan davlat 320 kunda ish. 320 kun quyosh bo'ladigan davlat vitamin D ichish bilan oboramiz. Mana sizga paradoks holat. Ya'ni yana bir marta aytaman. Aptekalar sonining ko'pligi, klinikalar sonining ko'pligi, ming afsuski bu klinikalarda ham, aptekalarda ham o'chirtlarni, navbatlarning ko'pligi bizni qayerdadir xato qilayotganimizni bildiradi. Biz qachon shu xatoni to'g'rilaymiz? Shunda aptekalar kamayadi, dorilar soni kamayadi.